Qozog'iston Davlat bexatarlik komiteti Qozog'istonga qochib chiqib siyosiy panohlik so'ragan 2 nafar qozoq siyosiy panohlik iltijosini Xitoyga qaytarib berganligini e'lon qilgan. 25 va 30 yoshlardagi Kassir Musajan va Murag'ir Olimuli ismli 2 qozoq yosh siyosiy iltijosi 14-oktyabrda videoda chaqiriq e'lon qilib, o'zlarining 1-oktyabr Qozog'istonga qochib chiqqanligini va Qozog'istonning o'zlariga siyosiy panohlik berishini talab qilgan. Ular o'zlarining Uyg'ur rayonida Xitoy doiralarining tutqun qilinishi, qiyin qistoqlarga uchirganligini e'lon qilganligi Qozog'iston Davlat bexatarlik komitetining muavin boshlig'i Darxan Dilmanov juma kuni YouTube kanalida suhbat e'lon qilib, pat arada ochiladigan sotdan keyin bu ishkaylarning Qozog'istonda qilish mumkinchiligi yo'q degan. Bu haqda bayonot e'lon qilgan Sharq Turkiston informatsion markazining raisi Abdujil Qarqash apandi, Qozog'iston hukumatı burundan Uyg'urlarni Xitoyga topshirib berib kelayotganidek, hozir o'z millati bo'lgan qozoqlarni Xitoyga topshirib bermoqda. Qozog'istonning bu harakati Qozog'istondagi bir qism kishilarning Xitoyga sotilganligining ifodasidir. Bu Turk dunyosi uchun bir nomus. Qozog'iston hukumatini bu xil nomuslik ishdan voz kechishga chaqiraman dedi. O yana Qozog'iston hukumatining 1999-yili 3 nafar Uyg'urni zolim Xitoyga topshirib berib, o'limiga sabab bo'lganligini tilga oldi. Xitoyning Sharq Turkistondagi qo'rchoq hukumat raisi Shuhrat Zokir atalmış kasbiy tarbiyalash markazlari nomidagi yig'ib olish lagerlariga qamalgan kishilarning ko'pinchisining o'qish bitirib uylariga qaytganligini va baxtli yashayotganligini aytdi. Beijingda o'tkazilgan axborot e'lon qilish yig'inida so'z qilgan Shuhrat Zokir bu lagerlarda tarbiyalashning davomlashadiganligini ta'kidladi. Shuhrat Zokir so'zida yana Amerika Avam palatasining Uyg'urlarga zulm qilgan Xitoy amaldorlariga embargo yurgizishni tashabbus qiladigan qonun loyihasini ma'qullaganligiga norozilik bildirdi. Lekin bu Xitoy amaldorlarining so'zlarini surgundagi Uyg'urlar va xalqaro jamoatchilik inkor qildi. Uyg'urlar o'zlarining urug' tuqqanlaridan xabar olmaganligini, ko'pinchisining g'oyib ekanligini bildirdi. Xitoyning Sharq Turkistonda millionlagan Uyg'urlarni qamagan yig'ilish lagerlari haqida 24 betlik maxfiy hujjatni dunyoga oshkorlagan Uyg'ur ayol o'lim tahdidiga uchirdi. Gollandiya fuqarosi bo'lgan Osiya Abdullahat o'zining va oilasining bexatarligidan andish qilayotganligini bildirdi. Gollandiya Volksgrad gazetining muxbiri Marija Volskapning ziyoratini qabul qilgan Osiya xonim o'ziga avatlagan tahdidlarning birida bu ishlardan qo'l o'z, bo'lmasa seni parchalab uyingning oldidagi axlat sandig'iga tashlab o'taman deganligini bildirdi. Qil ustida turayotganligini aytgan 46 yoshli Osiya xonim qo'g'dilishga ehtiyojim bor dedi va Gollandiya doiralaridan yordam so'radi. Xitoyning 11-oydagi eksporti kutilmagan bir shaklda tushdi. Bu Xitoyning nima uchun savdo kelishimiga taqozo bo'layotganligini oshkorladi. Ehtiyojning tuvallishining ta'siriga uchragan Xitoy eksporti Amerika tamojni Bejingning ziyniga uchirdi. Xitoy boj idorasining bayonotiga asoslanganda 11-oyda umumiy eksportda dollar bo'yicha hisoblaganda 1.1% tuvallash ko'rilgan. Amerikaga bo'lgan eksport bo'lsa 23% tushgan. Xitoy puli bo'yicha eksportda 1.3 ish ko'rilgan. Xitoyning nishoni bo'lsa 1.9% edi. Buning bilan Xitoy eksporti 12 oy orqa-orqadan tuvaladi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi Venezuela davlat raisi Maduroga yaqin bo'lgan 2 nafar amaldorni embargo tizimligiga kirgizdi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi e'lon qilgan bayonotda Venezuela ko'chmanlar idorasining bosh mudiri Gustavo Adolfo Gil bilan Joan Padron ismli 2 amaldorning pasport ishlarida pora yeganligi bildirildi. Bayonot yana o'zini vaqtli davlat raisi deb e'lon qilgan parlament raisi Juan Guaido'ni qo'llaydiganligi ta'kidlandi.